ekran aldırki qadirlik tordaşlar. Salam Udum mediası arqılıq Udum bevosita tarqitish kanali arqılıq bizga diqqat qilayotgan ko'pchilik har vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Qerindishinglar, qizinglar, do'stinglar Mahira Abdug'anidan hammanglarga sig'inishlik salom. Men bugun tug'ilgan yurtim Azizani Qashqarda turib sizlarga salom yo'llayapman. Bugungi bevosita tarqitishni rasmiy boshlashdan ilgari yaqindala menga to'limi ta'sir qilgan Qashqar qizi, bizning peshqadam qalamkashimiz, hurmatli sazovar shoirimiz Xurshida Ablamid Xushdil yozgan Dadamning yurti Qashqarda nomli she'r bilan bugungi bevosita tarqitishni rasmiy boshlab ketgan bo'lsam. Jahon tavari Qashqarda, ravab duttari Qashqarda. Quchoqlab suydu kelsang, qo'li ko'ksida Qashqarda. Dadamning hitlari singan to'zimas to'pisi Qashqarning, izlari ko'nchida qoldi, ipar puraydi Qashqarning. Seg'inida xushguling doim boralmas yildi Qashqarga, lekin ko'zi yo'lga qaylaqliq qizingning ko'ngli Qashqarda. Balkim mallam emasturman, izni sig'inar jimi inson, qanchilgan qara ko'zning yurak tarisi Qashqarda. Mana bugun men ko'pchilik sig'ingan, ko'pchilik yaxshi ko'rdigan, nurg'unlagan erkaklarimizning yurti bo'lgan, chiroyli onalarimizning tug'ilgan joyi bo'lgan Azizani Qashqarda turib, avtonom rayonimizning joy-joylaridagi har millat do'stlarga salom beryapman. Bizning bugungi bevosita tarqitishimizni Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati alohida o'rinlashtirdi. Bugungi bevosita tarqitishlar emas, buningdan keyingi har oyda ko'pchilik bilan bir qatimdan yuz ko'rishadigan bevosita tarqitish Qashqarda Didar nomi bilan Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkatining alohida o'rinlashtirishi bilan Qashqarda bo'ladi. Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati qurilgandan hozirgacha izchil madaniyat sohasida o'zining avangard rolini joriy qildirib, talaydigan yaxshi asarlar bilan ko'pning ko'nglini utib keldi. Masalan, ko'pchilik bilsizlar, Qashqar gaplari bütün avtonom rayonimizga dangliq. Uningdan boshqa Qashqarcha shivida ovoz berilgan turli kino filmlar, karton filmlarmi, hatto cho'nglarimizni eshib, bolalarimizning yuragiga yaroqliq. Mana shunday esil asarlarni ro'yobga chiqarish bilan birga, yana yaqinda Baxt naqshisi nomidagi 7 qismli televiziya teatrini ro'yobga chiqargan, yoshligida iz qoldirishni o'ylayotgan bir kollektivdan tashkillangan Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati Qashqarimizdagi yoshlarimizning ko'nglini emas, avtonom rayonimizdagi har millat qarindoshlarning ko'ngli uchun, xushallig'i uchun xizmat qilishni niyat qilib, mana bugundan e'tiboran har oyda bir navbat Qashqarda Didar nomida bevosita tarqitish naq maydon kechiligini ko'pchilikning huzuriga sunmoqchi. Endi men bu kechilikda qanday bir personaj desanglar, o'zimni tasvirlasam, biz ovozlarda Bakma chiroyli kuyi ba, mungi ba kuychilarni atrofimizga to'playmiz. Balkim ularning ichida bakma dangliqlari ba. Ularning ichida yetilayotganlarmi ba? Ularning ichida fursat kutayotganlarmi ba? Ana shundaq ovozi uchun gul yo'pirmoqlari, bargalar tasadduq bo'ldigan naqshchilarimiz bog' yasaydi ovozi bilan. Men shu bog'dagi bog'vanning qizi sifatida sivatlarimga liqqida gullarni qachlab, liqqida mevalarni qachlab, ko'pchilikning huzuriga sunaman. Mevalarimiz ichida Qashqarning anari bor, Korilning nashbiti bor, balkim G'uljining almisimi bor. Demak, ko'pchilik avtonom rayonimizning joy-joylaridagi har millat naqshchilarimizning naq maydon naqshisini Qashqarda Didar nomida Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkatining o'rinlashtirishi bilan Udum bevosita tarqitish kanali orqali ko'ra oladi. Bizning bugungi birinchi sondagi aziz mehmonimiz bo'lsa, ko'pchilikka yaragan, arzigan naqshlari bilan ko'nglimizni utayotgan, ijodiyatlari bilan bir davr yaratayotgan kuychimiz Mutallib Ahad. Yana yuz ko'rishdik Mutallib. Qani. Mutallib bilan biz yaqindilar. Ma'lum bir rahmat yigitlar. Mutallib bilan biz yaqinda Urumchida yuz ko'rishgandik. Mana bugun men alohida taklif bilan yurtim qadam bosdim. Aziz qarindoshim Mutallib bilan yuz ko'rishyapman. Undan sirt kaynim bo'lib qoldi. Ko'pchilik o'zaro so'rayman. Bevosita tarqitishning talbi bilan asli kaynimni qilmay o'ltag'im bor, lekin amal yo'q bo'lib qoldi. Ilyarga o'xshash, Ilyar boshchiligidagi mana shundaq muzikantlarimiz bilan bir maydonda turib, ko'pchilikka salom berayotganimizdan Mutallib ishkimizmi nayt xo'shal. Albatta, bugun Mutallibning menimcha ko'pchilikka ep kelgan ajoyib katta sovg'atlari bor deb o'ylayman. Merhaba bugün Ali İstaki bilen, yaxshi niyatli bilen
bugungi bizning bevosita tarqitishimizni ko'rayotgan barcha hurmatli aziz ko'rmanlar, hammalarga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Alohida qimmatli vaqtingizni ajratib, bugungi shu bevosita tarqitishni biz bilan 1-2 soat vaqtni go'zal asligidek, xotirligidek o'tkazayotgan barcha hurmatli urug'liqlarimizga chin yuragimdan salomimni yo'llayman. Salom. Salamlar yasun. Mutallib, şairlar biz hayatımızda hürmetlashga tegishli kishilar to'pi. Ana shu shoirlarning qadr-qimmatini qilg'uvchilar tizimligida balkim sizlar kuychilar eng oldida bo'lishinglar mumkin. Sizlarning mo'ngliq ovozinglar bilan, sizlarning yiqishli kuylaringlar bilan biz shoirning qadriga yetib keladiganmiz. Zamanni ulayotgan shoirlarning misralari, zamanni ulayotgan sizlar kuychilarningki to'hbanglar bilan, mehnatinglar bilan bizning qalbimizga ulashib mangadi ekan. Mana bugun siz ko'pchilikka udum bevosita tarqitish qanlar orqali ko'rsatilayotgan bevosita tarqitishimizda eng dastlabida qaysi naqshingizni taqdim etasiz? Ayda biri sizningki shu maqtashlaringizga anglab shunda xursand bo'ldim. Ammo lekin ustozlarimizdan izni besib davomli alavom uchun yaxshi bir xizmat qilish niyati bilan bugungi shu bevosita tarqitishga keldik. Birodarlarim bana aytdi, yaxshi tayyorlab bilan keldi. Men bugun hurmatli ustozimiz, shoir naqshchimiz Mahmud Sulaymon apandim o'zi yozgan Turg'un Ebibullah apandim teksti bilan Mahmud Sulaymon apandim kuy bilan ohangga silingan naqshimizdan Xo'sh kulim nomli naqshimizni aziz ko'rmanlarimizdan dil huzuri olsun naqshman. Marhamat. Qani, billa anglaylik. Xo'sh gülüm ketdim uzat meni hicran tünide kaldırıp. Xo'sh gülüm ketdim uzat meni hicran tünide kaldırıp. Bu muhabbet deşti edi tenha min can ki men ağırım. Bu muhabbet deşti edi tenha min can ki men ağırım.
aşığım Mecnun küzi Lelleri teşna sana Lelleri teşna sana Rahmat. Mana bevosita taqtish naq maydoniga kirgan ko'pchilikning ko'ngillari yayrab ketdi. Mutallib sizga salom aytish bilan birga nurg'un yaxshi tilaklarni, gullarni, yuraklarni to'xtamay avatib turyotdi. Bugünkidek yaxshi fursatda ko'pchilik bo'lsa Qashqar udum madaniyat tarqitish shakli shirkati ro'yobga chiqqan. Her ayda bir navbat azizana Qashqarda o'tkaziladigan Qashqarda Didar nomidagi naq maydon naqsh kechiligimizni ham bahrlab qo'yinglar. Yaxshi ishlar maxfiy qolmasin, ko'pchilik chambaraklar orqali ko'rsin, bilsin, cho'nglarga anglasin, yoshlar bilan daqamda o'tirib anglasin. Chunki mutallibga o'xshash kuychilarimiz ko'pchilik yaxshi ko'radigan san'atkorlarimiz qarida bor. Mutallibningki mayli ijodiy naqshlar bo'lsin, mayli mana shundaq o'lmas san'atkorlarimizning ijodiyatini ro'yobga chiqarib aytgan naqshlarda bo'lsin, bir turlik muhabbat bor, aslimilar bor. Mana tunji navbat aytgan naqshlar biz o'lmas san'atkorimiz Mahmud Sulaymon akani seg'inish bilan yod etdik. Bir qism kishilar umrdan uzoq yashaydi desa nima deydi ekan deydi mutallib. Mahmud kam umrdan uzoq yashaydigan san'atkorimiz. Garchi aramizda yo'q, kishilar orasidan uning simasini qayta topolmaymiz, lekin uning o'lmaydigan naqshlari, sizlar aytib davomlashtirayotgan kuylar orqali biz har vaqt Mahmud akamni yenimizda hayotdek his qilamiz. Cho'nglarning bir so'zi bor-di. Qashqarning erkak suyini ishgan erkakki bu deydigan. Mahmud akam ana shunday erkak naqshchimiz edi, ijodiyatchimiz edi, kuychimiz edi. Rahmat sizga. Mutallib, endi sizmi bir davrning elchisi? Mana shunday o'lmas san'atkorlarimizning ijodiy kuylarini o'rinlash bilan birga o'zingizga arzigan, yaragan naqshlarni texmi voyaga yetkazib, o'rinlab ko'pchilikka sunayotgan bir elchisiz. Endi navbatda qaysi naqshingizni ko'pchilikning huzuriga sunsiz? Yuqorida o'rilgan naqsham haqiqatan Mahmud Sulaymon ustozdagi yaxshi asarlardan biri. Çoğunlarımızdan işte izni basalığımdan çeksiz xursandman. Yana davamlı el avamның ko'ngliga chiroyli qilib kuylarimdan Tojixon Temizkin naqshamni taqdim etsam marhamat. Ajab yaxshi. Qani billa anglaylik ko'pchilik. Qani sazanda yigitlar, keldikmi? Yanның беғіға кірсем Алма пизметтәк бұқтың Алма пизметтәк бұқтың Күндікті шу ярым Ой тажхан Қарап күлгейдек бұқтың Күндікті шу ярым Ой тажхан Қарап күлгейдek бұқтың Үргілей мұдатымда Ой тажхан Yürgüley mudatında xrimon Yürgüley mudatında Oy Tojixon Yürgüley mudatında xrimon
seni yamon Ürgeley modadımda Oy tacıhan Körgeley modadımda Kırmon Ürgeley modadımda Oy tacıhan Körgeley modadımda Kırmon Oy rahmat, yaşap keting Mutallib. Teşekkür, rahmat. Bütün Qashqarni aylanib chiqdim xayolimda. Adamning xayoli shunday bir sehrlik bo'lar ekan. Siz naqsh aytyapsiz, sozanda yigitlar sizga jo'ri bo'lyapti. Yeli ko'zchi yovushga boraman, yeli qadimiy shaharni aylanaman. Birda qadamlarim bog'chi ko'chisida, birda qadamlarim zagarlik ko'chisida. Birda o'zimni Xon bozorda ko'raman. Yana birda o'zimni To'shik darvozada ko'rdim. Vah. Peşini yanığa taşlap, potisni terni sürtüp, aşı usulga düşken çoğun buaylar göz aldıma geldi. Çünkü bu ballıqdaki əslimlerimizdi. Meyli Mutallib siz bulun, meyli sazende jigitler bolsun, manımşad hemimizin ortak bir əslimisi var. O bolsun mu? Hemimizin balılığı Qashqarda ötken. Manımş çıraylık makanda ötken. Hemimiz Azizani Qashqarning bağrını quchoqlab, tug'ilgan, cho'ng bo'lgan. Endi bugungi kunda xizmat, oila sababidan men jiraqtiroq bo'lib qolsammi, lekin mening bolaligim Qashqarda, bolalik aslimam Qashqarda. Dadamning yiltizi Qashqarda, onamning izlari Qashqarda. Shunga Qashqar desa, yuraklarim boshqacha so'qib ketadi. Endi buni tinivag'il bo'lmaydigan haqiqat deymiz. To'g'ri. Odam bir umr cho'ng bo'lib, mayli biz qaysi millatdan bo'laylik, Aman adam özü tug'ilib cho'ng bo'lgan mahallalarni, bolaligini seg'indi ekan. Bu har qanday odamga o'rtaq bir aslim bo'ladi ekan. Bugungi kunda bolaligim Qashqarda, lekin barlig'im bu shaharda bo'lmasimi garchi bolaligim Qashqarda. Men yaqinda bir xush xabar anglab qoldim, ya'ni sizdan. Ata-ona temasida bek chiroyli bir ijodiyat qildi deb. Bo'lsa hammamizning o'rtaq ota-onamiz mana bu yurtda bir daryoning suyini ichib cho'ng bo'lgan deb chaqchaq qilib qo'yimiz-ku. Har millat qarindoshlar mush azizlarni Qashqarni cho'rda billa cho'ng bo'ldik. Billa o'sib yetildik. Bugungi kunda har yerlarda yoshligimizni to'kib qo'shimiz deb aldirash yuryapmiz. Lekin aslimizni unutmasligimiz kerak. Bir umr bizga pasibon bo'lgan ota-onalarimiz bizga yo'lak bo'lgan, shularning ro'yidan madad ilyapmiz. Shularning bosgan izini davomlashtiramiz deb tirishyapmiz. Demak, qanchalik to'kpi natija yarataylik, to'kpimizning
Tangdın tulusu anamның, dadamның deb aytalaymiz. Esil. Bek to'g'ri gap qildingiz. Ko'nlarning shunday bir katta so'zi bor. Suv ichganda quduq qatqichini unutma deydigan. Bizning mush kunga kelishimizga ota-onalarimizning bizga bergan mehnatsiz ajrni azab hargiz ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Shunga otalarimizga, onalarimizga qancha qilsak arziydi. Ota-onalarimizdan teni salomat bo'lsin, umr uzun bo'lsin. Bu deyishgandek mushu chiroyli naqshamni amalarning huzuriga bir sunsam olg'aysa rahmat. Rahmat. Qani to'r dunyosi oldida o'ltirib udum bevos tarqitish kanaliga diqqat qilayotgan ko'pchilik bu naqshini mutallib o'zining ota-onasiga emas, hammamizning ota-onasiga sunibdi. Qani hurmatli dada, chiroyli opa, bu naqshini anglanglar.
anam, o benim dadam, o benim köyüm can dadam, o benim anam, o benim dadam, o benim mihriban anam, o benim anam, o benim dadam, kadirlik köyüm can dadam, kadirlik köyüm can dadam. Rahmat. Hammamizning cho'nglarimiz uchun ajoyib esil bir kuy bo'pti. Misralari oddiy, yiqishliq, eng muhim yurakdan chiqqanda. O'talib buni qachon yozdingiz? Bu naqshni ben mush patik nima deymiz deb mush yaqinqi vaqtlar ichida bir uyda o'tirib shu gitar bilan ota-onam to'g'riliq bir naqsh, yana bir yozay degan maqsad bilan shu joyda yozgan. Cho'nglar angladimi? Pek anglab bakmadi. Cho'nglar pek anglab bakmadimi? Yo'q. Bugungi bevosita qilib tunji qitim anglaydi ekanda. Cho'nglarning ismi nima? Dadamning ismi Ahadkam. Ahadkam. Ahadkam deb qo'ygan. Apashning ismi-chi? Apamning ismi Sajida. Ahad dada, Sajida apa bu chiroyli naqshini mana mutallib o'g'linglar sizlar uchun yezibdi. Albatta bu naqsh sizlarga emas, nurg'un ota-onalarning ko'ngliga arziydi, chunki bir yigitning, bir farzandning yurigidan chiqib, u mening dadam, u mening mehribon onam deb misralar bilan boshlagan kuyi har qanday ota-onaga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Chunki vaqt bizning nurg'un narsalarni olib ketadi ekan. Eng oldi bilan bizning bolalikni olib ketdi. Uchoqlarda uxmay qoldik. Yoshligimizda aldirash yurdik dedik, lekin ota-onamizning yoshligining ketib qolganini sezmay qolgan bugungi kunda biz ota-onamizga qandaqdir pul, mol dunyo bilan emas, mehr muhabbat bilan, hamroh bo'lish bilan xizmat qila olganimizda cho'nglar shuni kifoya deb o'ylaydi ekan. Mutallibning bu naqshisi farzandlar jiroqda xizmat qilayotgan, farzandlarni seg'inayotgan ota-onalarga sovg'at. Farzandlarni chin dildan so'yib, ko'yib, ularning kelgusi uchun go'zal armonlarni qilayotgan ota-onalarimizga sovg'at bo'lib qolg'isi. Rahmat Mutallib. Rahmat. Mana shundaq texmo chiroyli, bir-biridan esil, unutilmaydigan ijodiyatlaringizning to'xtamay maydonga kelib turishini umid qilamiz. Mush ota-ona degan naqshingiz bilan sizning naqshlaringizdan bir kichikkin xulosa chiqarg'im keldi. Kichik vaqtlarimizda hisob topshiriq ishlasak, ya dadimiz yoki opamiz yordam qilolmay bizlar o'qigan vaqtdagi o'xshamayotdi deb tantirab qolganida ularni zanglik qilib ekanmiz, hisob o'qimaydi deb. Bir pallada bizga yetakchilik qilolmasa, dadam opam manfaatchilik narsalarni o'qimaydi deb po'yitib ekanmiz. Lekin hayotning haqiqiy formulasini yashgan dadalarimizni bugungi kunda tushunyapmiz. Ular hisobda eng ust ekan asli. Ana bo'lib, basqan musofirlarimizda tamtirgan vaqtlarimizda hayotning ditini biladigan kishilarning asli onamiz ekanligini e'tirof qilyapmiz. Demak, ular behchiq narsalarni biladi ekan. Biz ularni bilmaydi deb o'ylab qoldik. Po'chilik qilib qoldik. Yoshlikda tantaklik qilib qoldik. Lekin bugungi kunda biz aql topgan mezgillarimizda mana shunday kuylarimiz bilan, mana shunday emgaklarimiz bilan cho'nglarga rahmat aytishni unutmayapmiz. Bugun Mutallibning eng oxirida aytgan Atam va Anam degan ijodiy kuy bilan biz barliq ota-onalardan tantaklik bilan, yengiltaklik bilan dilini chigib qo'ygan ahvollar bo'lsa, kechirim so'raylik. Ranjimanglar, aldirashchilikda, yoshlikda biz tantaklik qilib qo'yibdik, kichiklik qilib qo'yibdik. Asli sizlar hammadan qobilkansizlar. Hayotning formulasini yashalaydigan dadam borkandiq.
hayotda nurg'un ishni menga o'rgatalaydigan anam bakan to'q degan yoshga kelganimizda ba'zilaringlar yenimizdan vaqtsiz ayrildinglar. Shundaqdimi biz bir umr hurmatlashga tegishlik insonlar qatorida tunch tizimlikda dadimiz bor, onamiz bor. Yoshlikda biz balalarimizni emas, ota-onamizni rozi qilish uchunmi tirishishimiz kerak ekan, to'xtab qolmasligimiz kerak ekan mutallib. Rahmat. Mana shunday ijodiyatlaringiz to'xtamasin. Rahmat sizga. Sizga xo'shligim kelmayotdi, lekin vaqt e'tibori bilan hozircha xo'shlashib turaylik, lekin keyincha ham yana yuz ko'rishimiz bor. Qani ko'rmanlar bilan bir xo'shlashib olamsiz. Rahmat. Mutallib sho'x kuylar bilan ko'rinmakka shundaq tetik ko'rinadi. Lekin turmushdagi mutallib o'zi eg'ir besiq, tamkin bir san'atkorimiz. Yoshlarimiz ichida oldida mengayotgan, tafakkurni o'tkir qilayotgan, yoshligida yaxshi ijodiy kuylar bilan alif uchun xizmat qilaman degan orzu, maqsadlarni ko'ngilga pukib yashayotgan qurdishimiz. Mutallibning bundan keyingi ishlarga utuq natija tilaymiz. Ko'pchilik balki mushu damlarda ajabmi yaxshi bir o'rlashtirish bo'pti. Qashqar Udum madaniyat tarqitish shirkati bugünkidek yaxshi fursatlarda bizga to'lim ahamiyatli bo'lgan bevosita tarqitishni ko'zda tutib deb o'ylayotgan damlaringlarda albatta biz rahmat aytishga tegishlik yana bir shirkatning borlig'ini saminglarga solaman. U bo'lsa-mu Guangzhou Yamen elektron savdo-chaklik shirkati bugungi bevosita tarqitishimizni alohida qo'lladi, quvvatladi. Bundaqcha aytganimizda odatlangan gapimiz bo'yicha tojdorligini oldi. Bugungi bevosita tarqitishimizning tojisini kiygan Guangzhou Yamen elektron savdo-chaklik shirkatining qurg'uvchisi yosh korxonchi Aliya xonimni sahnada kutib olgan bo'lsak, qani Aliya, sahnamizga marhamat. Azaldan bizning har turli programmalarimiz, san'at kechiliklarimiz, faoliyatlarimiz korxonchilarimizning qo'llab-quvvatlashisiz bo'lgan emas. Albatta navbatda to'limi yaxshi davranda biz to'limi yaxshi siyosatlarning turtkisida ajoyib yaxshi manzillarga guvohchi bo'lyapmiz. Ham shu manzillarning yo'lovchisimi bo'lyapmiz. Safardosh bo'lyapmiz. Endi bugungi kunda Udum mediyasi, ya'ni Udum bevosita tarqitish kanali orqali Udum madaniyat tarqitish shirkati o'zlariga hamdamda bo'lgan Aliya xonimni sahna orqali ko'pchilik bilan yuz ko'rishtirmoqchi bo'lyapti. Qani Aliya xanım, aldı bilan naq maydonda bevosita tarqitishimizni ko'rib, gullarni avatayotgan, to'xtamay yaxshi tilaklarni bildirayotgan barliq tomoshabin do'stlarga vakolatan sizga rahmat aytamiz. Siz qo'llab-quvvatlagashga Qashqar Udum madaniyat tarqitish shirkati mana shunday bir ahamiyatli faoliyatni ro'yobga chiqara oldi, o'tkazadi. Ko'pchilik yaxshi ko'rgan san'atkorlarni atrofga uyushtirib, mana shunday ahamiyatli bir naq maydon naqsh kechiligini ko'pchilikning huzuriga suna oldi. Endi siz Guangzhou Yamen elektron savdo-chaklik shirkatining qurg'uvchisi. Sizning markangizning ismi bakmi o'zgacha ekan, ha? Deb bering. Bakyaman. Bakyaman markasida siz sog'lomlik uskunasi maxsus kashf qildirib, Xinjiang bozoriga ilib kiribsiz. Endi eng oldi bilan so'rasam, nima uchun markaning ismini Bakyaman deb qo'ydingiz? Salom turdoshlar, men Guangzhou Yamen elektron savdo-chaklik shirkatining qurg'uvchisi Aliya, sizlarga mehrlik salom. Mushu Bakyaman degan markani qo'yish uchun intayin go'zal orzularni tikib qo'ygan. Mushu Xinjiangning nurg'ulg'an xonim qizlar o'zining bilimsizligi, o'rganmasligi, mushu boshqalar tayinish ideyasi kuchlik erlarga tayinlagan nurg'ulg'an yavaşlıqdan nurg'ulg'an azoblarni chekadi. Shuningga men mushu uskunimizning mushu markasini birinchidan mushu uskunimizning önümü Bakyaman bo'lsin deb, ikkinchidan mushu ishlatgan xonim qizlarimizni mushu oila, bola tarbiyalash Bakyaman, erning ko'nglini olish Bakyaman, oila tutish Bakyaman, pul tepish Bakyaman, iqtidor Bakyaman bo'lib ketsin deb intayin go'zal orzularni yurkim fikib turib Bakyaman deb qo'ygan. Yaman degan bu so'z bir anglamoqqa salbiy ma'nodan tushunib olganlar uchun hammish qo'ldan keladigan bo'lib, shu askishlarni qila oladigan odamlarni ko'z oldiga keltirib o'tishi mumkin. Lekin Qashqarning yerlik tili bo'yicha aytganda, "Voy, bak yamanchimisan" deganga, to'g'ri vaqtimizda bak aqlliqchimisan, bak iqtidorliqchimisan degan ma'nolarni bildirgan. Mening kichkimdan hech kim qilolmaydi degan ishlarni qilishga amroqchi, men xalqqa qat'iy qilmayman. Shundan, "Voy, mush qizlarga boshog'imniki bak yaman, hammishni qilyapti" deb boshida bir xil ideyamga singib ketgancha bo'lsin, bir
xilaliqi shunchalik chiroyli anlandi. Demak, kichik vaqtingizdagi cho'nglar sizga qo'yib qo'ygan taxallus bo'yicha bak yomon to'g'ri. degan bu anglamoqqa asti tez qoladigan bu markani tiklab chiqibsiz a? Demisin asti tez qoldi ekan bak yomon. Endi mushu uskunni Şinjan bozoriga ilib kirishdiki asosiy o'ylaganlaringizni bilib baqsaq bo'lamdi. Bo'ldi. Men kichik vaqtimdan tortib shu kasalchan oilada cho'ng bo'lganman. Shu 6-7 yosh vaqtimda doktorxonalarda oylab turdik. 3 oy, 4 oy. Eng oxiri kelganda 15 kirganda shu 1 yil doktorxona sababidan men oliy maktabdan vaqtida o'qiy olmay, keyin to'liqlab o'qidim. Kichik vaqtimdan tortib yurgan bir orzu bor. Cho'ng bo'lganda men cho'qim doktor bo'lib, ota-onamni bek saqaytayman deb. Lekin orzuyim bo'yicha doktor bo'lgan bo'lsam-mu, unda qilolmadim. Qildigan ishim faqat qo'limdan kelgan eng yaxshi doktorxonada, eng yaxshi yotoqda yotqizish bo'ldi. O'z qo'lim bilan osmasib, o'z qizim bilan o'qil sanjidim. Salomatlik bag'an sir nacharlashib ketdi. Hatto o'zimning salomatlik yaxshi emas. Undan keyin sog'lomlik kasb bilan qadam qo'yg'il 10 yil bo'ldi. Qachon sog'lomlik kasbiga qadam qo'ydim, uningdek opamni sog'lom hozir shunchalik yaxshi. Uningdek sog'lomlik kasb qilish jarayonida nurg'un narsalarni tadqiq qilib chiqdim. Nima uchun deganda bu kasallar shu hozir shunchalik taraqqiy qilyapmiz-ku tomonimiz. Lekin kasallar texim olib ketib bor. Bu nima deganda manbasi o'zimizda. Bizni hech kim kasal qilib qo'ymaydi, o'zimiz kasal qilamiz. Cho'qim o'zimiz asrab asli keltirish kerak. Bizdan o'zimizni asramaydigan bunday bir yomon iddia bor-ku. Men shunda intayin bir qaltis bir mahsulot bo'lsa, musharqiliq men hammadan o'ylarda o'zini asraydigan, o'zini kun asraydigan bir odatni shakllantirib etsam deb orzu qilgan vaqtlarda Şinjan bozor bir mahsulot paydo bo'ldi. Buning bahosi 10 ming ko'y, boshqa bir markadagi. Asosan o'xshab ketadi hamimiznikiga. Uningdek bo'ldi men orzu qilgan narsam topdim. Mush narsa orqali mush uyda atdiganda kashf o'zini asrab odatga aylanchu. Mush butun kasalning manbasi mush o'zini odat qilmoqcha o'zini asrashni tugmaydi o'rgiz. O doktorxonada olib tugmaydi. Shunga bo'ldi mush mas'uliyat bo'ldi-ki, tushdi-ki deb shuningdan nurg'ulg'an jafolarni chekib mush bizning Behyaman markasdagi ayollar asrash uskunimizni dunyoga keltirdik. Bu uskunimizning o'zining bir mehr muhabbatning simvoli. Bo'lsa mening orzuyum mush mehr muhabbatning simvoli bo'lgan uskunimizni Şinjandagi har qaysi yiz qishloq har bir oilalarga yetkazish, shuna qila oladiganimga cheksiz ishnaman, chunki bizning tuanduyimizda butun oilamizda cheksiz to'lib tashgan mehr muhabbat bor. Rahmat. Aliya xonimning so'zlaridan chiqib turdi. Aliya xonim bir qism bilim orqali o'zini qurollantirib bo'lmagan ojiz ayollar to'pini ko'z tutib bu kasbni boshladim dedi. Demisimi aramizda yo'q emas, lekin ko'pmi emas. Chunki ma'arifga silinayotgan silinmaning ko'nsir yuqori ko'tarilishiga ergishib, hozir savodsizlik nisbati asosan yo'q deyarlik bo'layotgan sharoitda xonim qizlar bilim orqali o'zini kuchlantirishni tashabbus qilyotdi. Ham bu qatorda kuchlik ayollarmi yetishib chiqyotdi. Eng muhimi bayotdan aliyasiz sog'lomlikdan iborat bir kasb zanjirini barpo qilishni o'ylashdim dedingiz. Ilgari sog'lomlikni kasb desa biz hayron qolardik. Lekin hozir hayron qolmaydigan bo'ldik. Chunki davlatimiz dunyoda boshqa ellarga selishtirganda umumiy xalq sog'lomligiga eng ko'ngil bildigan davlat. Mana shunday bir davlatning puhrasi bo'lib qolganimiz bu bizning baxtimiz, ta'limimiz. Mana shunday sharoitda ko'pchilikning sog'lomligiga yuqoridan tuvangacha hamma ko'ngil bo'layotgan sharoitda sog'lomlikdan iborat kasb zanjirini muntizimlashtirgan asosda xalq orasiga yuzlantirish sizning bir turli utqingiz bo'lib qolishi mumkin. Endi bu jihatda sizlarning kollektivingizga kim yetakchilik qilyapti? Kollektivimizga bizning 10 nafar intayin qaltis Şinjan bozorida namba intayin qaltis 10 nafar rahbar taklif qilgan shular men bilan qo'shilib 11 yil yetakchilik qilib. Ulardan birasi bugun naq maydonga yetib keldimi? Keldi, ishkaylan keldi. Kim keldi? Bizning shirkatimizning intayin qaltis yetakchisi rahbari takliflik Ablajon muallim, andan bizning obraz vakilimiz, takliflik naqshchimiz Mehmet Rijoyev keldi. Rahmat Aliya xonim, bugun siz bilan yaxshi suhbatlashdik. Ayollarning ufq qozonimiga erlardan nachas tas bo'lishi mumkin, lekin sizning bu sohada men qarasam oilangiz, atrofingizdagilar sizni izchil qo'llab yetibdi. Izchil shunday qo'llashlar ichida ko'klashingizga tilakdoshimiz. Rahmat sizga. Rahmat. Qanundaqda Aliya xonimning qo'llovchilaridan bo'lgan Ablajon apandi bilan Aliya xonim alayda obraz vakillik taklif qilgan naqshchimiz Mehmet Aliya apandini sahnada kutib olamiz. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz, xush kelibsizlar. Yaxshimsiz Mehmet Ali?
Ablacan efendim, bugün alayda bir fırsatda mana biz bugün Udum Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketining azizana Qashqarda o'rinlashtirgan Qashqarda Didar nomidagi bevosita tarqitishning tunji maydonini o'tkazyapmiz. Mana tunji maydonda sizlar qo'llig'i tusibdi sahnamizga chiqib turibsizlar Ablacan efendim. Siz Bek Yaman markasininki kollektivida yetakchilik xizmati bilan shug'ullanib yetibsiz. Mushu jarayonda his qilganlaringizni o'rtoqlashib boqamsiz. Bo'ladi. Moşunda bir çoğun sahne arqılıq ekran aldidagi barliq do'stlar bilan didarlashganligimdan intayin xushalman. Bizningki Aliya lider navbatdagi sog'lomlik vaziyatini ko'z tutib turib, ayollarningki dasboshlig'idagi masalalarni unumli hal qiladigan Bek Yaman sog'lomlik asrash uskunasini vujudga keltirdi. Bu bizningki hozirgi davrimizda insonlar qo'shilgan sog'lomlik haqidagi eng zo'r natija deb qarashga bo'ladi. Sog'lomlik bir odamningki eng zo'r baxti. Biz yashash jarayonida nurg'un pul, mol, dunyo, yuz, obro'y, farzand degandek moddiy jihatdan yana mashina, uy degandek mushularga erishimiz. Lekin hayatlık reyimsiz, kütülmegen işler daimlik bulup durdu. Öylerimizden ayrılıp kalımız, pul mal dünyalarımızdan ayrılıp kalımız, yüz obro'y inovatlarımızdan ayrılıp kalımız. Biz fakat sağlam boğa vaktimizle bu narsalarni qo'lga keltiraleymiz. İnsan sağlam bo'lmagan vaqtida har qanday narsa o'zininki qimmatini yo'qotadi. Eng xushal kulki sağlam odamninki kulkisi. Eng yaxshi chiroy sağlam odamningki chiroyi, eng yaxshi badan sağlam odamningki badani. Demak, bir odamningki baxtli bo'lishningki asosi yanalam sağlamlik. Shundaq bo'lg'achqa orzularimiz o'xshash Aliya lider bilan tanishib, hozirgi kayakcha yetakchilarga shundaqla mushiyatda izinib kelayotgan yo'ldoshlar bilan birlikda ilgirlab kelyapmiz. Rahmat sizga. Yetakchilik musobaqangizda siz o'rganganlaringiz, bilganlaringizni ko'pchilikdan aymasligingizni umid qilamiz. Sizga ishinib, sizga ergashgan kollektivning kun sari yaxshi natijalar bilan ko'pchilikka sog'lomlik ato qilishi ham tilakdoshimiz Ablajon apandim. Rahmat sizga. Rahmat. Mamadili, siz Bek Yaman markasiga obraz vakili bo'libsiz. Bek Yaman degan bu so'z dastlabda siz anglagan sizga qanday ta'sir bergan? Ben şu Bek Yaman markasidagi uskunini dastlab ko'rgan vaqtimda axborot e'lon qilish yig'iniga naqshchi sifatida taklif qilindim. Boshda quliqimga bir xil anglandi. Keyin bu mahsulotni bilgandan keyin bu mahsulotning o'ziga ismining nihoyat yarashganligini, ismideklan bu uskunimizning Bek Yaman ekanligini his qildim. Rahmat. Siz obraz vakili bo'lib qanchalik bo'ldi mahsulotga? 3 oy bo'ldi. Shu axborot e'lon qilish yig'inidan keyin. Demak, bak uzun bo'lmabdi, ha? Undaqda sizlarning hamkorlashgan musobaqalarning uzunga so'zilishini, shundaqla musha hamkorlik jarayonida ko'pga yaxshilik, sog'lomlik ato qilish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatishinglarga hammamiz tilakdoshmiz. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin, hamkorliginglar ko'ngillik bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'sh ko'pchilik, biz bugun azizani Qashqarda G'arbdagi Marvoyit klubida suratga ilinayotgan Udum Madaniyat Tarqitish Cheklik Shirkati alohida o'rinlashtirgan Guangzhou Yamin elektron savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan tajidorligini olgan azizani Qashqarda Didar nomidagi naq maydon naqsh kechiligimizni davomlashtirib ketib boramiz. Xo'sh, men oldi bilan sazandalarni yana bir qitim sahnamizga taklif qilaman. Qani sazanda yigitlar, sahnamizga marhamat, o'rin elinglar. Hoş geldinglar. Yana yüz görüşdük. Ko'ngillik suhbatlardan keyin sahnamiz bilan sig'ingan edi. Men dal vaqtida keldinglar. Mana kaynimda o'tirgan Qashqardagi sazanda yigitlar. Endi bularning ichida men eng kichik biraylarni shundoq ko'pchilikka tanishtirg'im bor. Ilzat Ilyar. Ilzat Ilyar navbatda sanash yanida maxsus musiqa ma'arif kasbida tarbiyalanayotgan oliy maktab o'quvchisi. Mana bugun o'zining qurdosh do'stlari, akalari, dadisi dematlik
cho'nglar bilan birlikda bir sahnada o'ldirib naq maydonda mahorat ko'rsatyotdi demak İlzat o'zining yosh quramidagi bolalarga qaraganda bir qadamni oldida bosdi demaklik. İlzat bak tirishibdi. Shunga bugungi alayda fursatda biz İlzatga bir fursat beraylik ko'pchilik. Chunki yoshlarimiz fursat bilan ko'klaydi ekan, mana shunday fursat bilan o'zini namoyon qila oladi ekan. Azizana Qashqarda o'tkazilayotgan Qashqarda Didar nomidagi naq maydon naqsh kechiligimizningki navbatdagi qadamlarda biz İlzatning o'rilgan muzikasiga jur bo'lamiz. Qani, İlzat o'zingiz yolg'iz kishilik o'rilamsiz, aqllaringiz amra bo'lamdi. Hammaylar birlikdami? Siz asosligini. Xo'sh, undaq bo'lsa 3, 2, 1 muzikaning ismi cheksiz xo'shallik. Undaq bo'lsa cheksiz xo'shallikdan bahramand bo'lamiz ko'pchilik. 3, 2, 1 başladik. İlzat neçe kirdiniz? 18 yaş. 18 yaşlık bir yigit baş bulup, etrafında akılları bilen billa hemdemde bulup, cheksiz xo'shallikdan ibaret bir güzel muzikini bizge taqdim etdi. Rahmat İlzat. Yaxshi o'qing ha. Mushu gap menimcha yoshlarning qo'lqa tangla anglishi mumkin ha. Bizning mushu ishimiz yaxshi o'qi desa, hal deydik. Ajab hammasi deydi ekan bizga yaxshi o'qi deb. Lekin to'g'ri gapgan to'q. İlzatım balkim 5-6 yillardan keyin his qiladi, "Ey" deb ketkizib qo'ygan nuqtalar bo'lib qolsa, yaxshi o'qisam-chu deb. Lekin biz İlzatning undaq pushaymonlik qilmasligiga ishonamiz. Chunki İlzat o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan oila, haqiqiy bir san'at oilasi. Davr yoshlarning deyildi. Haqiqatan to'g'ri. Davr yoshlarga yaratilgan fursat deyildi. Bu xato emas. Davrning yoshlarga fursat berish mas'uliyatimi bor? Bu bek to'g'ri gap. Dal mushu to'g'ri yo'lda biz bugun İlzatga fursat berdik. İlzat aramızda eng yosh, yaşı eng kichik. Endi biz tonilayotgan yoki bo'lmasa yetilayotgan yoshlarni bilishdan burun ularning ota-onasi haqida o'ylanib qolamiz. Bag'van kimdi deb. Chunki bir fazilatli farzandni yetishtirmak, iqtidorli farzandni yetishtirmak oson emas. Ota-ona bo'lgan musofalarda his qilamiz. Men bugun bu bag'vanni tanishtiray. İlzatdan iborat bu yosh notining dadisi, yo'li kelganda aksi, hatto yo'li kelganda og'aynisi İlyar efendim. İlyar qarshi olamiz. Xo'sh qani İlyar. Baş naqshchi o'rniga taklif etay. İlyarni bundan burun ko'pchilik ekranlarda ko'rgan,
bilgan. İlyar o'zi chiqmagan damlardimi İlyarning ijodiyatlari orqali İlyarni eslagan. Endi İlyar ikkimizning shaxsiy bir hikoyamiz bor. Ko'pchilik hayron qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni İlyar o'zi bir eslab bersin. İlyar ikkimiz tunji qitim agar yodingizda bo'lsa necha ishimiz yuz ko'rishgan? 9 yaşımızda bu değil mi? 10 yaşımızda mı? 9 mu? 11 yaşlarımız bo'lsa kerak. Qandaq bir maydonda yuz ko'rishgan? Qani İlzat anglab baqsin. İlzatga cho'qim yaxshi turtki bo'ladi. Başlangıçındaki 6. yılıqda niki şu vaqtdagi endi esimni qilishcha. Bir qitimliq bir zehn sinash musobaqasiga ikkimiz bir guruh bo'lib qatnashgan. To'g'ri. Bir qitim meni endi nima ishimda aniq esimda qoldirganda, yani vaqtida talashib javob berish degan bir bosqichda siz men javob berganga qo'poldan javob bergansiz. Shu vaqtda shu mana shunday ta'sir qildi. Vaqtida sizmi chechingiz misal seriqroq o'g'aymidi? Aqseriqdimi? Oydan tuyuqsiz chechim qardab kelyotdi-ku. Rahmat İlyar. Demismi İlyar bilan biz boshlang'ich 5-6 yillik mezgillarimiz Qashqar viloyati bo'yicha o'tkazilgan tarix bilimlari zihin sinash musobaqasida nurg'un maktabdagi o'quvchilar ichidan tanlanib, İlyar yana bir do'stimiz, men uchimiz 3 boshlang'ich maktabdagi eng qobil o'quvchilar qatorida bir maydonda turib musobaqa qilishgan. Endi u vaqtda boya İlyar degandek bir inkas sinaydigan bosqich bordi. Kim baldir besilib savolga javob bersa, shu uftib oladigan. Shu vaqt qaraganda shu İlyardan bururoq besib olgan chiqim, İlyar meni damilishadlig'i degan siz nimdaq chaqqan besib olsiz deb. Amaliyotda o'sib yetilayotgan ballatıq. Bugün ösüp yetilayotgan yoshlar qatoridan o'rin oldi. Qarasa İlyar shundoq kichik, ya'ni shundoq chiroyida bir xil yoshligining nurg'un iznalarini saqlab qolibdi. Yoshlik deganim farzandi bunchalik cho'ng deb hech kim faraz qilolmagandek holatda o'zini yaxshi saqlab turib yetibdi. Chunki yaxshi mijoz, kasbchanlik ruhi İlyarni mana hozirga akeldi. İlyar shu vaqtdan boshlablaylik terkishdan jiroq, bo'zak bo'lsin bo'ldilar deb o'tkazadigan mardona o'g'il oldi. Rahmat. İlyar mübarek bo'lsin. Bugün to'liq güzel bir sahnada yana bir qitim yuz ko'rishdik. Bugün endi inkas sinash bosqichi yo'q. Konubkini besib olmayman, xotirjam bo'ling. Mana saboqdishim, qurdishim, davirdishim İlyar bilan bir sahnada o'ltirib, İlyarning farzandining bunchalik cho'ng bo'lib ketganini qarab, o'zimdan gumonlanib qoldim. Mening bolamda xil kichiklik bo'lmasa deb o'ylanib ketdim. Xo'sh, İlyar kasbni bir qo'lingizda, oilani bir qo'lingizda tutib, nayti yaxshi, ildam qadamlar bilan mengyapsiz. Sizning nurg'un ijodiy kuylaringizni anglayapman, jiroqda turib sizga xiyolimda madad ilhom beryapman. Bugun men naq maydon sahnada yuz ko'rishdik. İşlarınız davamlı yaxshi bo'lsin. Rahmat, sizning shu tening salomat bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, navbatda nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Ama o'tganki 1,5 yilda yuqorining o'rlashtirishi bilan tuvanga tushib, almayil qilish xizmatiga qatnashdim. Tuvanda tushib shu xalqimiz bilan bevosita uchrashib, bevosita shularningki g'amlarga tanjur bo'lib, barliq vazifamni aytdi, muvaffaqiyatli oldi o'rindab, yaqinda qaytib keldim. Qaytib kelganim 10 kundak bo'ldi. Uzun bo'lmabdi-a? Asosiy qatlamga cho'kib, japonimi tatqansiz, lekin asosiy qatlamga tushishning jiq afzalliklari bormi ekan deyman. Chunki biz shahar turmushida qolaylik ishlarga yaqinroq yashab ko'nib qoldik. Asosiy qatlamga tushgandan keyin xalqning turmushi haqiqiy cho'kimiz, xalq nimani arzulayotdi, nimani kutyotdi. Masalan, siz bir ijodiyatchi bo'lish sifatingizda qandaq muzikalarning, qandaq naqshlarning maydonga kelishini xalq bakmi yoqtiradi, qo'llaydi deganga eng yaqin holatda turibsiz. To'g'ri. İlhamlarni tepib kelgansiz? U yerda turib bir necha muzika ijod qilgandim. Aslida shu kechilikka shu muzikalardan birini o'rindash planim bor, lekin bizdagi raptis vaqtining intayin qisqa bo'lib qilish tufaylidan unga imkoniyat bo'lmadi. Faqat endi bu qitim men bir naqshchi sifatida o'zim ijod qilgan bir necha naqsham bordi, shuni o'rindab beray deb. Acaba yaxshi. Agar xohlasangiz bir naqshingizni men talab qilsam bo'lamdi? Bo'ldi. Yulduzim da bir naqshingiz bordi. O'zingiz ijod qilgan.
Agar repetitsiya qila oldingizmi, o'qimayman, imkoningiz bo'lsa, shu naqshingizni o'rlab beramsiz. Bo'ldi. Bu Yıldızım degan naqshni men bizniki mening yaqin og'aynam, mening ko'p og'aylarim yo'q, mening og'aynamda shu bir nechasi bor. Shu bir nechta sanoqli og'aylarimning ichidagi meni qo'llaydigan, men davomli qo'llaydigan eng isil og'aynam Mutallib Ahad yozib bergan naqshdi. Buni Mutallib Ahad e'lon qilgan o'zining nomida. Endi bu qitim mening aytqinim qandaroq anglandi xalqimizga, balkim yoqtiramdi, men shuni bir bilib boqay deb, qitim men bir aytay deb Mutallibniki ruxsat berishi bilan men bir aytib olay deb, bu qitim shuni tayyorlab keldim. Nim degan isil og'ayndachilikqa bu sening mening bo'lsin, mening sening bo'lsin deb yashayotgan mezgillarda mana go'zal bir melodiyaning asli Eliyar orqali Mutallibga yetib, Mutallib orqali xalqimizga yetganligidagi hikoyani mana bugun bilib oldik-da, endi bugun o'zingiz o'rlab bergan bo'libsiz. Bak yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, qilib mening umidim andimsi. Xalqimiz bizningki shu kechilikimiz orqali men to'yanga tug'an vaqtimda xizmatimningki aldirash tufaylidan uning ustiga o'tgan bir yillarda odamlar yig'ilmaslik degan ehtiyoj tufaylidan shu to'yandagi qarindoshlarimga naqshlarni aytib berib bo'lolmadim. Chunki imkoniyat bo'lmay qoldi. To'g'ri. Men o'ylayman, misqitim bo'lsa-mu, garchi men bu yerga qaytib kelgan bo'lsa-mu, cho'qim ular menga har vaqt madad berdi ashari to'g'andimi, sizning naqshingizni anglag'imiz bor, biz to'rdan anglagan degandek. Misqitimda ya endi garchi yana to'g'ri bo'lsa-mu, lekin bu bevosita taqchi bo'lgan ekan, bevosita shu naqshlarimni shu to'yandagi barcha xizmatdoshlarimga, xalqimizga sunsam, shular bir yoqtirsa, shularningki bir qalbi huzuri ichilsa, ko'ngli ichilsa yoki biror mongo cho'ksa, men shunda o'zimni baxtli his qilaman. Men shu maqsad uchun shu kechilikni eng dastlabki planlashga qatnashgan. Rahmat Eliyar. Siz qaysi yilga tushdingiz yaqinda? Men 2020 yil 3-oyda Qashqar viloyati Poskam noyisi Kuybaq yezisi, Kuybaq kentida. Ajab ismi chiroyli yezgani, Kuybaq yezisidagi har millat qarindoshlar, Kuybaq kentidagi har millat do'stlar, navbatda sizlar uchun bir yil xizmatda bo'lgan, 3 yil xizmati bilan yoshligining bir yillik eng go'zal damlarini sizlarga atagan do'stimiz Eliyar afsuslangan ishida sizlarga naq maydonda aytib beramagan, lekin bugun to'r dunyosi orqali naq maydonda ulab taqidlayotgan Yulduzim degan asrni sizlarga sunmoqchi. Albatta, Kuybaq yezidagilar emas, avtonom rayonimizning barliq yezi qishloqlaridagi, shaharlardagi, bozorlardagi do'stlarimizga bu naqshni sundiq. Qani, boshlamdik? Bo'ldi. Rahmat sizga. Albatta, siz yaxshi ko'rsangiz, men shuna xo'sh bo'lmaydi. Rahmat, bak yaxshi ko'rma bu naqshini. Guangzhou Yaman elektron savdo cheklik şirketi bazarga salgan bak yaman ayollar das qo'shliqi muskulchining tish uskunasi cheniqishqa, doktorxonada davolanishga vaqti yetmaydigan, o'zini so'ydigan ayollarning birdan-bir tanlashi bo'la oladi. Bu uskunimizga Angliyaning AMS yadro texnikasi bo'lgan hujayra uyg'otish, asrash texnikasi qo'llanilgan bo'lib, uskunimizda bir qitim asrash qilsangiz 50 soat cheniqqanga baravar. Bak yaman ayollar asrash uskunimiz har bir ayolning oiladagi ayrilmas hamrohi bo'lib qolg'isi. Uskunimiz turmushingizdagi eng qulaylik, eng unumli, eng bexatar mehr muhabbat va sog'lomlik elchisi bo'lib qolg'usi. Başlayalım.
chechilgan nurga sen to'lgan asmanim güzelim barlığım sen mening yulduzum chechilgan nurga sen to'lgan asmanim sening uchun yashayman arzu bilan kuylayman bu güzel hayatta seni deb o'tayman sening uchun yashayman yulduzum deb kuylayman bu güzel hayatta seni deb o'tayman Mengülük'e azaptur Şirinim, Hasanım Sen yoruk yulduzum Çiçilgan nurga Sen to'lgan asmanim Senin üçün yaşayman Yulduzum deb kuylayman Bu güzel hayatta seni deb o'tayman sening uchun yashayman armon bilan kuylayman bu güzel hayatta seni deb o'tayman bu güzel hayatta sening uchun yashayman Rahmat İlyas. Rahmat sizga. Pek chiroyli bir ijodiyat bo'pti ekan bu, ha. Mayli mutallib o'rilsin, mayli o'zingiz o'rilang. Bu naqsha bir turlik güzel tuyg'ularni odamning esiga soldi ekan, ha. To'g'ri. Buningda afsusinish yo'q. Umidvorlik bor. To'g'ri. Buningda umidvorlik, mardonalik bor. Arzu deganda. Bir yigitning haqiqiy bir arzusi bor. Bir yigitning bir güzel muhabbetni tasvirlashi bor. Demak, İlyas nurg'un ijodiyatlarni qiladigan vaqtlaringizda albatta asosiy qatlamga xizmatlar bilan va yoki oilaning aldirashligida cho'kayotgansiz deb o'yladim. Biz endi hammamiz ballig'imizda birga o'sib yetildik, birga cho'ng bo'ldik. Endi navbatda hammamiz har soha har kasb xizmat qilayotgan bo'lsakmi, men siz orqali asosiy qatlamga cho'kkan savodoshlarimizga siz boshchiligida izchil yoshligini, balaligini asosiy qatlamdagi har millat do'stlarga beg'ishlagan savodoshlarimız, davrdoshlarimizga samimiy rahmatimni aytaman. Sizlar bak qaltis, İlyas. Rahmat. Agar avtonom rayonimizda, ya'ni Urum markaziy shahar Urumchida qilishni tanlagan bo'lsangizmi, ayni vaqtda siz qilib bo'lgan. İlyas ayni vaqtda Urumchi shaharlik Naqshsul Umgining ijodiyatchisi sifatida bir shaharda xizmat qilayotgandik. Keyin ma'lum sabablar bilan İlyasning Qashqarga ketganini angladim. Afsuslanmadim desam yolg'on bo'ladi. Azroq afsuslandim. İlyas bak iqtidorli yigitdi, bak astoydil ijodiyatchi. İlyas mushu markaziy shahar Urumchi turib qolgan bo'lsa, texim yaxshi ijodiyatlar bilan ko'p xizmat qila olgan bo'ladi deb o'yladim-yu. Bugungi kunda İlyasni ko'rdim. İlyasning o'g'li İlzat orqali men İlyasning atisini ko'rdim. Demak, İlyas bu yillarda nurg'un töhfa natijalarni yaratibdi. Eng muhimi o'zi bizga yetkazib bo'lmaganlarni o'g'li İlzat orqali bizga yetkazmoqchi bo'lib yetibdi. Rahmat İlyas, javob atdingiz.
Rahmat, sizmi ömrünüz uzun olsun. Ben şuna xursand oldum gaplaringizdan. Men 2013 yili shu aile sabablik ya'ni ota-onamni bir beqib olay deb xizmatini qilib olay deb nima qilgani biz faqat 2 kalam bola, ya'ni bir singlim bor. Men bir o'g'il bo'lish sifatim bilan albatta Urumchi tug'an bo'lsam, bundaq sahnalarmi ko'pdi. Albatta tonilish fursati bo'lsin, har jihatdan menga qulaylikdi desam bo'ldi. Lekin endi men Qashqa qaytib kelganimda afsuslanmayman. Nima deganda, bu yerda men ish bo'lmaganda ota-onamniki xizmatini qilib oldim. Asla hayot vaqtida ashlarni bir xush qilib oldim, ashlarni bir xotirjam qilib oldim. Endi hozirgi Qashqadagi xizmatdoshlarim bo'lsin, maylam o'xshash mana shu Urumchilik xizmatdoshlarimga o'xshash nihoyat ko'ngil bildi. Qashqadimi meniki o'zimniki eng yaxshi ko'radigan, yoqtiradigan shundoq mutallab ahadga o'xshash. Albatta shu ansambldagi barcha meniki shu hamkordoshlarimga o'xshash isil meni qo'llaydigan, menga yar yo'lak bo'lib turadigan qarindoshlarim bor. Shu qarindoshlarimga shu fursatda oddiy bo'lsa-mu rahmatimni bildirib olay. Rahmat tamamlarga. Rahmat İlyar. Sizning navbatda ailangiz Qashqarda, barligingiz Qashqarda, muhabbatingiz Qashqarda. Undaqda ko'pchilikka bugun Azizani Qashqarda tunç navbat suratga ilinayotgan Qashqarda Didar nomidagi naq maydon bevosita ko'zish orqali muhabbatli kuylaringizdan birini sovg'a qilamsiz. Bo'ldi. Muhabbat hamimiz bir umr etib tugtamaydigan bir tema bo'lishibdi. Men 2018-yili ijod qilgan bir naqsham bor edi. Uni to'g'rida e'lon qilib qo'ygan. Lekin bu qitim shu meningki Udum muzika atrofimizdagi barcha yigitlar bilan birlikda birlashib bir o'rinda pasam, qarindoshlarimizning yoqtirib anglashini umid qilaman. Albatta sizning yoqtirib anglaymiz. Rahmat. Naqshining ismi Yiroq muhabbat. Yiroq muhabbat. Qani Yiroq yaqinda turib, naq maydon tarqitishimizga diqqat qilayotgan ko'pchilik huzurimizda bo'lsin. Yiroq muhabbat.
Ben seni masem bolgaç yegane Bol aşkında senin veslinge pervane Menden yirak muhabbet Yirak muhabbet Yar köygenni bilmeydu Esla bilmeydu Menden yirak muhabbet Yirak muhabbet Yar köygenni bilmeydu Esla bilmeydu Yar köygenni bilmeydu Esla bilmeydu Rahmat İlyar. Davri o'tmas mana shundaq naqshlarni ko'proq ijod qilishingizga tilakdoshman. Chunki bu naqshlaringizda bir anglasa 90-yillardagi biz eslaydigan puroq bor. Bir anglasa navbatda 2000-yildan keyin musiqa iqimida paydo bo'layotgan bir turlik moda uslublarmi bor. Demak, davri o'tmas naqshlar mushaq naqshlarni deydigandimiz Bunun xalqimiz qanday baho berdi ki endi. Rahmat ekan sizga. İnkas rayonuna qarab baqadigan bo'lsak, inkaslar bir-biridan yaxshi bo'layotdi. İlyar, rahmat. İlzat, rahmat sizga. Ham Udum musiqa atridagi kollektiv sizlarga rahmat. Endi men İlyar boshchiligidagi minglarga bir kuplet she'r so'q qilmoqchiman. Endi bu she'rni bugun naq maydon bevosita tarqitishni ko'rayotgan barliq o'g'illarga, erlarga so'q qilmoqchiman. Çatma şiirge o'xshaydi, ne turaqqa tushmaydi, ne vazniga. O urg'usi qattiq, qobiyasi ochiq, ammo ma'nisi tatliqdir. O bir kuy, muңi nayning misoli, dardi mayning misoli. Uning ochig'i tutundir, armini butundir. Hasrati qari tundir. Dunyoga o'xshaydi. İlyar, rahmat. Dunyoringizda o'g'lingiz, ayolingiz bilan texmi boy bo'lishingizga tilakdoshman. Boylik qargizmi martaba bilan va yak pul, dunyo bilan chetishlik bo'lmasin, ko'ngilning butunligi bilan, oilaning butunligi bilan bek bog'liq bo'ldi ekan. Sizni qo'llayotgan ayolingizning ishlari ilgari bo'lsin. İlzatning bundan keyingi natijasi texmi egizda bo'lsin. O'g'lim deb egizga qarash sizga nasib bo'lsin. Rahmat. Mushu fursatda sizningki bu jiroq ko'may atayni Urumchidan kelib mush qitimga bevosita tarqitishimizga albatta mushu Udum shirkatini qo'llaganlik ham bizni qo'llaganlik albatta biz uchun nihoyat bir zo'r xo'shallik. Nimishqa deganda sizni kelarib men o'ylamagandim. Siz chunki bu yerda bek oldirash xizmatlaringiz. Lekin shuncha jiroq ko'may biz uchun, to'rdoshlarimiz uchun albatta bu Qashqarga o'zingizni yurti shunday o'smanda mushu bir alayli paytlarda qo'llash uchun kelganingizdan ben xursand bo'ldim. Albatta yuqori bahoyingizga ba'zi bir yuqori baholarga marasimsam o'zim ataqa yuz kelamayman. Men yana davomli terishiman. Bizning Udum musiqa atritimizmi mushu Udum shirkatining qo'llashi bilan biz davomli terishib, albatta buningdan yaxshi bo'lgan, isil bo'lgan ijodiyatlarni sunishga bundan keyin davomli mashq qilib terishimiz. Rahmat, sizning umringiz uzun bo'lsin. Rahmat İlyar, savaqdishim, davrdishim, qurdishim. İlyarninki yaqinlik kuylari bilan mana vaqt shundoq tez o'tyapti. Bu vaqt ichidan vaqt chiqarib İlyarning ko'proq ijodiy kuylarini anglag'imiz batdi. Afsus, biz bu ko'nglimizning yerimligini kelar qitimliq yaxshi fursatlarda to'liqlash bilan albatta ko'pning ko'nglini utib olamiz. Rahmat İlyar. Yigitlar, hamagansizlar? Sizlarni yirib qolam degan deb ansirab turman. Hamagan bo'lsanglar, endi men naq maydonga azizani Qashqarimizning sahnalariga yarashib kelayotgan yosh naqshchimiz Fatima Mamat Tursunni alayhi taklif etgan bo'lsam, qani Fatima singlim, marhamat. Xush kelibsiz singlim. Yaxshimsiz Mayrada, xush keldingiz. Salom diyorimizga eng qaltis muzikantlarimiz. Sizlar bilan diydorlashgandan xursandman. Rahmat singlim, qani o'rnilang. Fatima singlimmi o'zgacha naqshlari bilan, sho'x kuylari bilan
Hem ijodiyatchilar o'ziga taqdim etgan bakmi chiroyli melodiyalar bilan hozir Qashqarning sahnasiga yarashib kelayotgan yosh naqshchilarimiz qatoridan Fatimaninki yiqishli ovozi anglasa kishining esida qoladigan bir ovoz. Agar Qashqarning bog'larida yangrasa atrofdagilar munglanib anglaydigan ovoz. Bugun Fatima bilan udum bevosita tarqitishi orqali naq maydon didorlashganimdan albatta men bak xush. Fatima cho'qim udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati alayda o'rlashtirgan udum bevosita tarqitishi orqali ko'pchilikka yangi sovg'alarni atkeldingizga deyman. Shunaq rahmat. Aldı bilan qaysi naqshingizni ijro qilib bersiz? Aldı bilan bizning shu Yakan diyordagi san'atkorimiz Mutadibjon qabul tekstini o'zi bir qo'lliq yozib bergan, ya'ni mening talabim bo'yicha yozib bergan barliq onlarimiz uchun mehribon Kuyimjon xonim qizlarimizga beg'ishlangan balam uchun deymiz kuyimni azizlarimizga berib keldim. Nimandaq yaxshi. Qani billa anglaylik ya. Nişanım şu kıska hayatta layakatli ana bulsam ben. Nişanım şu kıska hayatta layakatli ana bulsam ben. Yürek parar tursa salamat hayatida görmey malamat. Yürek parar tursa salamat
taşlar Bağlamış için tirişip yaşar Layakatli ana bolsam ben Bağlamış için tirişip yaşar Rahmat. Fatima. Teşekkür. Rahmat. Yeni davrdagi xonim qizlar uchun yangicha uslubda aytilgan allay naqshisidagi bir naqshi bo'pti va chunki yangi davr xonim qizlarimizda nurg'un ortiqchiliklarni kutyotidi, kamchiliklarni emas. Nurg'un qobiliyatlarni kutyotidi, yetarsizliklarni emas. Yangi davr xonim qizlarimizdan go'yida 10 barmoq emas 10 qo'li bo'lishni talab qilib kelyotidi. Mana shunday sharoitlarimizda biz farzandimiz oldida layoqatlik ana bo'lishdan iborat imtihonlarni beryapmiz. İmtihan suali bekmi tez. Lekin o'tish uchun hammamiz tirishyapmiz. Sizmi yosh bir ana, menmi bir yosh ana. Endi biz agar atrofimizdagi odamlar ichida sendinmi egiz bo'lsin, sendinmi martabasi ustun bo'lsin, kimni tanlaysa desa hammamiz shiklanmay farzandimizni tanlashimiz mumkin. To'g'ri. Yaxshi kun ko'rsin, yaxshi ishlarga sababchi bo'lsin, yaxshi odamlar qatoridan kim bo'lsin deb shu odamlarga nomzod berilsa biz yana ishkilanmasdan bolalarimizni tanlashimiz mumkin. Kamchiligimni qo'y, ortiqchiligimni ol deydigan odamlar qatorida bizning bolalarimiz bor. Balam, kamchiligimni qo'yib qo'y, chunki men odam kamchilikdan xoli emas, lekin ortiqchiligimni ol. Mana mush kishilar to'pi dal bizning farzandlarimiz. Nima yaxshiliklar bo'lsa albatta shular uchun armon qilamiz-ku. To'g'ri. Tirishayotganimiz yoshlikdagi arzu armonlarimizning bir qantida farzandlarimizni o'ltirug'liq. Rahmat singlim, to'lim yiqishlik bir naqshidan birini o'rnab berdingiz. Farzandingiz bu naqshni anglasa sizdan cho'qim bakma iftixorlandi, suyunidi, voy chiroyli opam deb ketishi mumkin sizni. Rahmat. Endi qaysi naqshni o'rnab bersiz? Endi aziz to'rdoshlarimizga shunaqa shu barcha azizlarimizning hurmatiga jonim aytaymiz-ki, usullik kiyimni o'rnab bersam. Bo'ldi? Qani, billang laylik.
Rahmat Levan Fatima. Rahmat, teşekkür. Avaz yaqimliq Fatima. Rahmat sizga. Bugun bakmi chiroyli ikki naqsha hadiya qildingiz. Albatta bundan keyingi fursatlarimizda, ya'ni yangi naqshlaringiz bo'lsa, udum sahnasidan, udum bevos taratqusidan aymaslig'ingizni, udum sahnasi orqali Qashqarda didor, mana shundaq har oyda bir navbat ko'pchilik bilan yuz ko'rishadigan naq maydon programmasi orqali ko'pchilikka taqdim etishingizni umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat aytamiz. Teşekkür. Rahmat. Xayr Fatima, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Xo'sh ko'pchilik, biz navbatda Fatimani sahnamizdan uzatdik. Azizona Qashqar azaldan mehmon do'stligi bilan hamma tarafda tanqiba yurt. Dasturxonning mo'lligi bilan, odamlarning oq ko'ngilligi bilan, to'limi shirin so'zmanligi bilan ko'pchilikning ko'nglini utayotgan yurt. Bugun biz udum sahnasida, udum bevos taratqusi orqali ko'pchilik bilan yuz ko'rishayotgan naq maydon naqsh kechiligimizda Shiraqdan kelgan yana bir aziz mehmonni kutib olamiz. Bu aziz mehmon yoshligida ko'pchilik qizlarning ko'nglini utib kelayotgan, naqshlari bilan muhabbatning elchisi bo'layotgan Akbar Ahmad. Qani Akbar, marhamat. Akbar, azizlarni Qashqar sizni qarshi oladi. Qashqarning tuzi eg'irmika. Voy. Qashqarning tuzi yeyishlikmika. Bak yeyishlik. Tuzi eg'ira. Shunday. Qashqarga kelgan qanchalik bo'ldi Akbar? Shu faoliyatlarga tayyorlik qilib oldik endi bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta bo'ldi ya. Qashqa to'psimi eg'ir yurt. Tuz emas, to'psimi eg'ir. Kelgan odamning katkisi kelmay qoladigan a. Shunday. Qashqarga kelib mana shu ko'pchilikning ko'ngliga arziyotgan o'zgacha faoliyat orqali udum musiqa kollektivlari repetitsiya qilish jarayonida balkim azizani Qashqarning qadimiy shahar ko'chalarini aylangansiz. Billa aylanib, mush tashviqot e'lonlarini shu yerda qildik. Shu jarayonda Qashqarning go'zalligi yana bir qitim ko'nglimda cho'nqur o'rin oldi. Ko'z qarchuqingizda saqlab olishga tegishli go'zal kartinalarni olib ketasiz balkim. Shu kartinalar ichida na'ning suratlari bor? Qadimiy shahar. Qadimiy shahar. Anandan keyin shu eng muhimi bir bekshi bir poloxona bor ekan. Shu poloxonaning ko'rinishlari yomon ko'z oldimda bir. Men pologa amroqchi o'zim. Shunlashqa Qashqar degan polo boshqa yerga o'xshamaydi ekanda. O'xshamamdi ekan. Şu yemeklikler asaslı güzel yiyişke amrak boğan diken şehirinin güzelliğine gap yok. Lekin taamları bana bek yaraydı. Rahmat Akbar. Qashqar taamlarda Qashqar analarının didi bor, ta'mi bor, muhabbati bor, samimiyligi bor. Shunday. Ailaga singdirgan ajri bor. Mehmonga bildirgan mehnati bor. Shunday. Qashqarimizning polosi emas, Səviz sanmağan görüşlərinin mi ağzınızı qilishig'a shaksiz ishonaman. Rahmat Akbar, undaqda atayin Qashqarga kelgandan keyin udum mediasi orqali bevos tarqatilayotgan azizani Qashqarda didor nomidagi bevos tarqitish programmamizda ko'pchilikning huzuriga qaysi naqshlaringizni taqdim etasiz? Eng başta ammaylarga tunishdik bo'lgan o'zimningki ijodiy naqshlarimdan bara degan naqshni taqdim etgan bo'lsam. Men bek amroq bu naqshingizga qani ko'pchilik billa anglaylik. Günler vara uzardı, yanfınımda uçurum vara küpeydi, keçideki uykumu vara yok idi, omak kılıkların vara küydürdü, vara aydında biz uçraştık, vara kolga
bara bara vədilərini birişdik. Bara 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 bir niyetkə kilişdik. Bara bara inimdə, bara bara dilimdə sen mənim. Bara bara inimdə, bara bara dilimdə. Günler bara bara uzardı, yan fonunda uçurum. Bara bara küpeydi, keçideki uykumu. Bara bara yok idi, omak kılıkların. Bara bara köydürdü, bara bara bara. Aydın'da biz uçraştık. Bara 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 kolga kolunu tutuştuk. Bara 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 vədilərini birişdik. Bara 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 bir niyetkə kilişdik. Bara bara inimdə, bara bara dilimdə sen mənim. Bara bara inimdə, bara bara dilimdə. Bara bara oyunda, bara bara düşümdə sen mənim. Bara bara inimdə, bara bara düşümdə. Bara bara inimdə, bara bara dilimdə sen mənim. Bara bara inimdə, bara 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 dilimdə. Rahmat. Rahmat. Larzan, yengil, asti qaladigan, unutulmaz, tunji muhabbat degandek mush iboralarga tushilgan naqshat bara-bara tushishi mumkin. Shundoq. Haqiqiy tunji muhabbat mana shundaq uchurlarning ko'payishi bilan, ko'proq uchrashishlar bilan, ikkili tarafning uchrashishga intilishi bilan, lekin uchrashgandimi xijil bo'lib so'z topolmasligi bilan mana shundaq ifodalanadi. Mushu misralar tunji muhabbatga bak tushidi akbar. Shundoq. Uning ustiga sizga bir rahmat aytqim bor. Bizning so'z lug'atimizda bara-bara degan so'z bor. Lekin ko'p ishlatilmasligi bilan va yoki qanaqdir bexudlik qilishimiz bilan va yoki kaynik cho'rib yetishimiz bilan, yangi atalg'ularni ko'p ishlatishga yerismanligimiz bilan bolalarimiz bara-bara degan so'zni hatto bilmaydiganlarimi bordi. Lekin siz mush naqshni ijod etdingiz, o'rinladingiz. Shuning bilan bolalarimiz bara-bara degan so'zni naqsh orqali qabul qilib, buning ma'nosi nima deb bizdan so'radi. Biz deb berdik. Shuning bilan so'z lug'atimizda untilish girdobiga borgan, lekin to'liq yiqishlik bir so'z qaytadan o'tirg'i chiqdi. Rahmat sizga rahmat. Mushunchalik bir ishlarni qila olgan bo'lsam. Rahmat. Chunki har qanday bir davrda yashag'uchining shu davr oldida mas'uliyati bo'ladi. Yoshlarning mas'uliyatimiz texmi ig'ir bo'ladi. Biz ajdod bilan avlodni ulab berguchilar, chatquchilar. Mushu zanjirning o'ttirdi turmoqligimiz bilan mayli ijodkor bo'layli, mayli kuylaydigan kuychi bo'layli va yoki menga o'xshash mikrofonni tutib so'z orqali elchilik qiladigan vazifalarda bo'layli. Demak, biz bir turlik mas'uliyatlar bilan sahnaga qadam olamiz. Shu mas'uliyatni to'liq ado qilmay turib sahnadan ayrildik degan gap layoqatsizlikdan derak beradi. Albatta, uningdan yiroq bo'lishimiz kerak.
Akbar müştaq layoqatlar uchun tirishayotgan hayotimizda texmi yaxshi ijodiyatlaringiz bilan 80-yillardan keyin tug'ilgan, 90-yillardan keyin tug'ilgan, undan boshqa 2000-yillardan keyin tug'ilgan yoshlarimiz uchun yaxshi ulgularni tiklashingizni umid qilamiz. Endi ko'pchilik yaxshi ko'rgan, ya'ni qaysi naqshingizni taqdim etasiz? Endi ko'pchilikka yaqinda yozgan Layli temizki naqshini taqdim etsin. Yaqinda yozdingizmi? Anglab baqaya, anglagandek turma. Qani, billa anglaylik. Xo'sh. Yoşursan mı mendin sırrını, gözlerimden sezermen seni, oylığınını. Kaçırsan mı mendin özünü, gözlerimden sezermen seni, oylığınını. Hiyalımdın uçurma, hayatımdın küçülme, ömür sen bilen ütsem eyle. Hiyalımdın uçurma, hayatımdın küçürme, ömür sen bilen ütsem eyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Yoşursan mı mendin sırrını, gözlerimden sezermen seni, oylığınını. Kaçırsan mı mendin özünü, gözlerimden sezermen seni, oylığınını. Hiyalımdın uçurma, hayatımdın küçürme, ömür sen bilen ütsem eyle. Hiyalımdın uçurma, hayatımdın küçürme, ömür sen bilen ütsem eyle. Günlerim arman, yıllarım arman, seviniş hiyalımını algan. Günlerim arman, yıllarım arman, seviniş hiyalımını algan. Gözlerimden küçürme, hayatımdan uçurma, ömür sen bilen ütsem eyle. Gözlerimden küçürme, hayatımdan uçurma, ömür sen bilen ütsem eyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Layli layli layli, yürek köysün meyle. Layli layli layli, sen üçün meyle. Sen üçün köysem meyle. Hey, Wow. rahmat. Bu naqshini sizni o'rinladi degandan ko'ra chechinizning uchidan putingizning uchigacha o'rinlab chiqdingiz desam odig'im chiqqidak. Chunki sahnadagi tansiga moslashgan qadam templaringiz bilan anglagan odam tabiiy naqshining ichiga kirib bir turli hayajonlanish hissiyotlarida bo'ldi ekan. Rahmat. Yaqinda
Doyunda bir qısqa videolarınız tarqaldı. Mən bu axırғы şundaq səvircanlıq bilan görübdüm məndə qaçan naxşı başlandı. Lekin başdan axır putunuznu muş tempisi var. Axırı gələn mən külüb etdim. Voy bu naxşı qene deb şu zaman İnkas rayonu qarsam hamma adam məndəki hissiyatı bolubdu da naxşı qene deb. Demək sizning naxşingizga yoshlar shundoq taqozo bo'lyotidi. Rahmat. Qanaqdir sizningki sahnadagi qad qomatingiz emas, sizning iqtidoringiz, sizning bir turlik talentingiz bilan ko'pchilik olqishlayotgan paytlarda müdürüp ketmasligingizni bak umid qilaman Akbar. Albatta, albatta. Texim yaxshi naqshlar bilan ko'pchilik xizmat qilsangiz ekan, bo'lsa sizning naqshlaringizni anglab qizlarimiz va deb ketsa biz bak xush bo'lamiz. Chunki ashundaq naqshchilarimiz ko'plab chiqsa, sahnalarimizga yarashadi emasmi? Rahmat, rahmat. Xo'sh. Mush paytlarda albatta Mayrada yana qaysi naqshni aytib berdiki, so'ranga deyotgan Inkas rayoni to'shib ketgan xatlar bor. Shundoq. Eng oxirisida men o'zimning tunji ijodiyatim yuraydi bizni shu bir pianino bilan ko'pchilikka sungan bo'lsam. Shundaqmi? Shundaq. Bir pianino bilan undaq bo'lsa kim keladi pianinoga? Albatta shu bizning İlyar. katta bishimiz İlyar apandimni bir. Qani, İlyar. Taklif etgan bo'lsak. Rahmat. Udum muzika atirtidiki sazandilar chapatatdinglar. Qani, biz yana İlyarni tutib qoldik-a? Birga so'qdi yurak kuyishtoq Sevgi kuylariga jut bo'lishtoq Ko'ralmasak yiroqni mayli Qadamlarimiz to'xtab qolmasin Aramızda kıydaş bolsa mayli ayrılışlar bolsun Cevri capa kelse mayli vazgeçişler bolsun Sevendiksiz insan yokum mayli yalgancılık bolsun Men vücudumda sana atay mayli vapasızlık bolsun Yüreğli biz toy qilg'icha Üteyli biz mükçeygüçe Faqat mana senla kerak Gap so'zlardan parvoyim falak Manzil emas uzun bo'lsin mayli Niyatlarimiz o'chib ketmasin Kıydaş bolsa mayli ayrılışlar bolmasin Cevri capa gelse mayli vazgeçişler bolmasin Sevendiksiz insan yokum mayli yalgancılık bolmasin Men vücudumda sana atay mayli vapasızlık bolmasin Yüreğli biz toy qilg'icha
mükçeyguce Jüreyli biz Toy qilg'icha Üteyli biz Ta ölgiçe Rahmat. Bak esil Akbar. Bu naqshingizni utig'i nada desangiz balkim o'zingizga ayon. Mushu necha yil mobaynida bo'lingan qiz yigitlarning to'ylarida mush naqsh yo'q, to'y yo'q. Masalan, qiz yigitlarni tansiga taklif qiladigan, qiz yigitlarni sahnaga taklif qiladigan mushu bir bosqichda cho'qim mush naqshi o'rinlandi. Mayli o to'yda siz bo'ling, bo'lmang, sizning ovozingiz yangrab turdi. Demak, singib kirish mushu bo'lsa kerak. Xalqning ichiga singib kirishdan ortiq muvaffaqiyat yo'q, kuychi uchun, ijodiyatchi uchun. Rahmat. Mana bugungi kunda Yurayli degan bu naqshingizni to'ylarning guvohchisi sifatida cho'nglarimizmi olqishlab-atdi, yoshlarimizni olqishlab-atdi. Demak, buningdan keyingi qadamlaringizning mazmun bo'lishi uchun cho'nglar, yoshlar biz davomli sizdan bak esil kuylarni kutamiz. Rahmat. Men bu cho'qim teg'im yaxshi kuylarni taqdim etishga tirishaman. Buningdan keyingi planlaringizda yangi kuy ijodiyatlar cho'qim bor deyman-a? Albatta, cho'qim bor. Men odatda shu eski qolganlarimni yezib mangaman-chu. Bularning hammasini aldirmay birdan cho'qim taqdim etaman. Rahmat Akbar. Albatta Qashqarga tunji kelishingiz emas balkim. Yo'q. Davomli kelib turing. Bo'lsa, mushu Udum bevosita tarqitish kanali orqali ko'rsatilayotgan Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati ro'yobga chiqargan Qashqarda Didar Naqmaydan naqsh kechiligi orqali pat yangi ijodiyatlaringizning ko'p sunilishini orzu qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Mush sahni sizni saqlaymiz. Bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat. Ko'zimiz qiymagan alda Akbarning uzatdik. Ko'pchilik biz bugun Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkatining alohida ro'yobga chiqarishi bilan Udum musiqa atirtidagi bizning qaltis sazandlarimizning moslashishi bilan Mutallib Ahad, İlyar, Fatima, onundan boshqa yana bizning mehmonimiz bo'lgan Akbar Ahmad qatorliq yetishlik san'atkorlarimizning Naqmaydan kuylaridan hozir oldik. Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati alohida o'rlashtirgan Guangzhou Yamen elektron savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Qashqarda Didar Naqmaydan naqsh kechiligimizning tunji soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlash oldi turibdi. Meg'izini aytsak, biz bugun Qashqarning bo'sog'isidan muvaffaqiyatli atlab oldik. Qadimiy shaharning bo'sog'isidan atildik. Qashqar taraqqiyot rayonlarining bo'sog'isidan atladik. Qashqarning biz sig'ingan mahalllarning bo'sog'isidan atladik. Qashqar bag'rit turib, Abdunum rayonimizning joy-joylaridagi qarindoshlarimizga salomimizni yetkazayotgan paytlarda biz kelar oyda yana o'xshashla azizona Qashqar turib, sizlar sig'ingan, sizlar yaxshi ko'rgan san'atkorlarimizning qadamini Qashqarda kutib olamiz. Qashqar bo'sog'isidan atlagan san'atkorlarimiz Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkati ro'yobga chiqargan Guangzhou Yamen elektron savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan azizona Qashqardagi G'arbdagi Marvoyit musiqalik klubida suratga ilindi. Shu munosabat bilan bizni qo'llagan G'arbdagi Marvoyit musiqalik klubiga samimiy rahmatimizni aytamiz. Rahmat bizni qo'llaganlarga, rahmat bizga ishonganlarga, rahmat Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkatiga, rahmat Guangzhou Yamen elektron savdo cheklik shirkatiga. Men bugun Naqmaydan tarqitishimizning tunji qadamini Dadamning yurti Qashqarda nomli she'r bilan boshlagan edim. Endi bugungi tunji navbatli bevosita tarqitishimizning oxirgi batlarini yana bizning adabiy tarjimonimiz, peshqadam shoirimiz, ustozimiz Emin Ahmadi apandi yozgan Qashqarga kirish nomli she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Chunki biz bugun Qashqarda. Qashqarga kirish Emin Ahmadi. Qashqar dengizdan yiroq shahar. Lekin dengiz Qashqardek bo'lmaydi. Uning quyilib turdig'ini daryo emas, daryodek ko'ngil. Ko'chalarda suv emas, ko'ngil o'ynaydi. Do'lqin qizlarning ko'zida yigitlari tog'ni bo'ylaydi.
muzdek doğularda çoğunun tepdi, karametiki yürek toymaydı. Bu denizge cismin bilen emas, muhabbet bilen kir. Bağlarga emas, kuchqaga kir. Söygü bergeleri bujğun bolup, köksüngde oynaydı. Bir kunlik qadimingda 1000 yılning sehri ketay desangmu yürek koymaydı. Biz bugün qish kunlari ishsakmu gelimizni ag'ritmaydigan duğapları ba azizana Qashqarda turib hammanglarga salom yo'llayapmiz. Biz bugün Qashqar Udum madaniyat tarqitish cheklik shirkatining o'rinlashtirishi bilan ro'yobga chiqqan Guangzhou Yamen elektron savdo cheklik shirkatining tajdorligini elishi bilan qo'llashi bilan amalga oshgan azizani Qashqarda didor nomidagi naq maydon to'r naqsh kechiligimizning tunji pardasini ichib oldik. Biz kelar ayda, yani o'zgacha mazmunlarda sizlar yig'ingan san'atkorlarimizning qadmini Qashqarda kutib olish bilan sizlarga salom yo'llaymiz azizani Qashqardan. Xayr do'stlar, bugungi bevosita tarqitishimiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Har ishinglar ilgari bo'lsin, oson bo'lsin, hammamizga xotirjamlik yor bo'lsin. Am bo'linglar.